u yonidagi odamlarni tirjayib qarab turishini qaranglar. Xuddi kelinni ustidan kulgandaqa. Ha, undan ko'ra yordam ber degan odam yo'q. Kim qanaqa o'ylaydi men bilmayman, kimga qanaqa bilmayman, lekin shaxsan men nafratlanaman shu udumdan. Kelin salomni men yomon ko'raman. Nimaga? Chunki yuzlab insonlarning oldida kelinni qo'pol qilib aytganda do'nqayishi, egilishi bilmayman, meni aqlimga miyamga umuman sig'maydi. Shuning uchun ham men uylanganimda ayolimga kelin salom qildirmaganman. Kuyov bolalar aytish kerak, bunaqa qilmaylik, qilmagin deyish kerak. O'sha uylanmoqchi bo'lgan ayoliga aytish kerak. Kuyov bolalar, yangi uylanayotganlar, sizlarga maslahat, iltimos sizlardan ayollaringga kelin salom qildirmanglar. Yuzlab insonlarning oldida, erkaklarning oldida egilishiga yo'l qo'ymanglar. Ayol kishini u kelin salom qilib, u kelinni egilishi hech qaysi tomonlama to'g'ri kelmaydi. Na diniy, hech qaysi tomonlama to'g'ri kelmaydi bu egilishi. Bir og'iz aytib qo'ysalaring bo'ldi. Kelin salom qilinmaydi xullas. Kelin salomga men ruxsat bermayman. Uylanayotgan ayolingizga ham, kelin bo'lmishga ham. Qilmaysan kelin salom, bo'ldi. Men atrofga ham aytib berdim, senga ham aytib berdim. Kelin salom bo'lmaydi deb bersiz bo'ldi. Olam guliston kelin salom bo'lmaydi. Bu narsani mayda-chuyda sifatida ko'rishlaring mumkin. Bunaqangi melish narsalarga reaksiya bildirib, nima qilasan? Nima qilasan biz vaqtimizni? Yo'q, umuman unaqa emas. Bilasizlarmi, bizdagi eng katta xato mana shunaqangi melish bo'lsa ham xatolarga, mana shunaqangi narsalarga, qing'ir narsalarga, umuman e'tiqodimizga yo bo'lmasam qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarga jim qarab turaverishimiz. Men eng yomon ko'rgan narsam shu. Eng katta xato narsani ko'rib, bilib turib, indamasdan qarab turish. Bir xato, bir qing'ir ishni ko'ryapsizmi? Boring o'sha yaqiningizga yoniga borib ayting, "Ey birodar, ey aka, ey opa, ey singil, mana bu narsani noto'g'ri qilyapsan. Mana bu narsani bunaqa qilish kerak. Iltimos shuni o'g'nagin. Bu hech qanaqangi o'lchovlarga sig'maydigan narsa. Buni to'g'rilashimiz kerak" deb avvalambor o'zingiz amal qilib, u insonni ham bu qing'ir yo'ldan qaytaring. Men vatanimni, vatandoshlarimni, millatimni, millatdoshlarimni, dinimni, dindoshlarimni sevaman. Shuning uchun shunaqangi tanqidlar qilaman. Tanqiddan to'g'ri xulosa chiqaringlar, birodarlar. Salomat bo'linglar.